Yurgan Malibuni puliga akam shunaqa navorachini avtomobil topib qo'ydim. Buni ichki salonini qarang. Xuddi bir samolyot ichida o'tirgandek his qilasiz. U yoqqa qarasam, bu yoqqa qarasam monitor knopkalar tiqilib yotibdi. Siz uchun ideal holatdagi bo'lib turgan Voya Free avtomobilni topib qo'ydim. Ko'chada siz bilan Equinox Malibu'ni surish yurgan bo'lsa, endi bunga bartaraf yechim topildi. Naq 4-7 sekundda 100 gacha chiqadi akam. Tasavvur qilasizmi? 2022-yil ishlab chiqargan va shu kungacha 74 ming kilometr masofa bosib o'tgan. Полный zapas xod примерно 470 kilometr ekan. Mana diskalarini qarang. Akam shahar ichida mazza qilib yumshoq yurmoqchi bo'lsangiz, mana shu avtomobilni bosib oling. Dash Spozon 360 gradus kameralargacha bor. Buni ichki salonni o'zingiz bitta ko'ring. Полностью ham освещение, salonni bir mana kombinatsiya rangini qarang. Did bilan ishlab qo'yishgan. Har bitta joyga alohida e'tibor qaratishgan. Katta panoramniy krisha, 3 ta monitor, 360 gradus kamera, несколько режимов езды. Navortani aytaman, siz borib tiqilib yotibdi. Подогрев охлаждения сиденья, память сиденья. Mana zadniy qatorlarni ham ko'ring. Juda ham keng qilib ishlab qo'yishgan. Old-orqa klimat kontrol. Shahar ichida yurish uchun menimcha ideal variant. Orqalarini ham bitta ko'rsangiz, e'tibor bilan qarasangiz, Aston Martinga o'xshatib qo'yishgan. Qarang, gap yo'q. Ushbu 4-7 sekundda chiqqan avtomobilimizni men siz uchun egalab gaplashib 27800 ga ko'ndirib qo'ydim.